lavoslam. Da davomimiz. Nima narsa? Hisoblab bering. Xo'p, bo'ldi, siz o'tirib oling, hozir hisoblab beraman. Adashmasam tillalaringiz hali berkali ekan, yangi ekan, ne sotasiz? Tillaga qiziqmayman, podarkaga tushgan, o'shancha fotografiyaman. Tillaga qiziqmaysiz? Tillaga qiziqmaydigan qiz birinchi marta ko'raman. Yangi ekan, eng qiziq hali berkalari uzilmagan ekan. 585 Pro degan-da. Tillaga qiziqmasangiz, nimaga qiziqasiz? Qismay qo'yavering. Gap yo'q. Xo'p. Narsalar yangi ekan, tarozga qo'ymaymiz, berkasida o'zi grammi yozilgan. 585 Pro ekan narsalaringiz. Xo'p, grammini yozib chiqsam. Yaxshi qilib hisoblab bersangiz. Bo'ldi, qimmatroq qilib beramiz. Ko'rib kelgandim, hisob qolishadi deb keldim. Bo'ldi, hozir qo'ldan keyin qimmatroq hisoblab beramiz narsalaringiz. Narx-navo ozgina tushib qolgan, shunda ham qimmatroq hisoblab berishga harakat qilamiz. Instagramdan ko'rib keldim do'stu. Xo'p. Общий tillangiz grammi 31.21 chiqyapti. 585 Pro da lomlarni 850 ming olib turibmiz. Siznikini izdilik hisobida 1 grammi 900 mingdan qilib bera olmayman. O'shanda 28 million 89 ming chiqyapti. 28 million 100 qilib beraman tekis qilib. Rozimisiz? Bo'ladimi? Tillalar o'zingizga tegishli. Biz so'rab qo'yish kerak. Hop, qarang. 28 million 100 dema. Mana bu yerda 20 million, 25 million, nimasi yozgan 3 million 100 beraman. Mana bu yerda 3 million 100, общий kelishilganda 28 million 100. Sog' bo'ling, tillalarimizni yana olib kelaman. Rozi bo'ling, xizmat ko'rsatamiz, charchamang. Agar sizlarning ham shunaqa tillaylar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, qimmat narxlarda sotsanglar bo'ladi.